Rasman Ispaniya La Ligasida chempionlik poygasiga yakun yasaldi. Ha do'stlarim, kecha tunda Ispaniya La Ligasining 30-turida ba'zi bir bahslar bo'lib o'tdi. Ushbu ba'zi bir bahslar esa eng asosiy bahslar edi. Madridning Real klubi Mallorca maydoniga safar uyushtirgan bo'lsa, ularning yana bir shahardoshlari Madridning Atletico klubi esa o'z uyida Kataloniyaning Barselona klubini qabul qildi. Birinchi bahsda mehmonlar mag'lubiyatga uchradi, ya'ni Madridning Real klubi. Ikkinchi bahsda esa mehmonlar g'alaba qozondi, ya'ni Kataloniyaning Barselona klubi. Va shu tariqa do'stlarim, o'rtadagi farq, ya'ni ochkolar farqi 7 tani tashkil etadi. 7 talik farq esa musobaqa yakunlanishiga bor yo'g'i 8 ta tur qolganida bu chempionlik masalasi hal qilindi deganidir. Ha do'stlarim, Barselona 7 talik ochkolik farqini yo'qqa chiqarib beradigan jamoa emas. Albatta bu mavsum boshi, mavsum o'rtasi bo'lganida boshqacha fikr bildirgan bo'lar edik, lekin mavsum tugashiga 8 ta tur qolganida 7 ta ochkolik farqini yo'qqa chiqarish bu Barselonaga xos emas. Va qolaversa Real Madrid klubi bunday o'yini bilan, aniqroq Ispaniya La Ligasidagi bunday o'yinlari bilan 7 talik ochkolik farqini yo'qqa chiqara olmaydi. Ha, Madridning Real klubi bu ikki xil jamoa, ya'ni Ispaniya La Ligasida va Yevropa Chempionlar Ligasi musobaqasida. Kimsan Angliya Premier Ligasining chempionligi uchun kurashayotgan Manchester Cityni yirik hisobda Yevropa Chempionlar Ligasi musobaqasida mag'lub etaveradigan Madridning Real klubi Ispaniya La Ligasida Mallorcaday jamoaga mag'lub bo'lib turaveradi. Va bir tarafdan bu ayni damda Madridning zarariga emas, foydasiga ishlaydi desak ham bo'laveradi. Sababi oldinda Yevropa Chempionlar Ligasi musobaqasi bor va Ispaniya La Ligasidan mahrum bo'lgan qirollik klubi endi bor e'tiborini aynan mana shu musobaqaga qarataveradi. Oldinda esa o'zingiz juda ham yaxshi bilasiz, Bavariyaday oxirgi vaqtlarda yirtqich hayvonga aylangan jamoa turibdi. Agar ushbu bahsda Real Madrid klubi Mallorca ustidan g'alaba qozongan bo'lganida, balkim Ispaniya La Ligasining chempionligi uchun ham kurasharmiz degan xayol ularning e'tiborini chalg'itgan bo'lar edi. Endi Madrid Ispaniya La Ligasidan bor umidini uzgan holda bor kuchini Yevropa Chempionlar Ligasi musobaqasiga qaratadi. Bunday holatlarga esa tarix guvoh. Agar esingizda bo'lsa, Zayniddin Zidanning davrida adashmasam 2016-2017 yilgi mavsumda ham Madridning Real klubi Ispaniya La Ligasidan butunlay mahrum bo'lganligini anglaganidan so'ng bor e'tiborini Yevropa Chempionlar Ligasiga qaratgandi va Chempionlar Ligasida zafar quchgandi. Ajab emas, bu safar ham xuddi shunday holat sodir bo'lsa. Albatta bu narsaga ishonish biroz qiyin, chunki Real Madridning asosiy tarkib 70% futbolchilari jarohatda. Oldinda esa yirtqich hayvonga aylangan Bavariya raqib. Bavariya to'sig'idan o'tgan taqdirda ham ularni yoki Paris Saint-Germain yoki Liverpool kutib turadi. Madrid klubi muxlislarining yagona umidi esa bu qirollik klubining Chempionlar Ligasida boshqacha o'ynashi va o'ziga xos xarakterga ega ekanligidir va ularning kambeklari. Ikkinchi bahs haqida gaplashsak do'stlarim, Atletico Madrid Barselona 1-2. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, Mallorca Real Madrid bahsida ham bahsdagi detallarga, holatlarga va vaziyatlarga unchalik ham to'xtalmadik, chunki bundan na ma'no bor, na mantiq. Atletico Madrid hamda Barselona o'rtasidagi bahsga ham shunday qilsak bo'laverar edi, lekin bunday bahslarning ba'zi bir jihatlariga to'xtalmasak bo'lmaydi. Har ikkala jamoa ham o'yinni juda ham ehtiyotkorlik bilan boshlashdi. Shu sababli 39-daqiqagacha hisob ochilmadi. 39-daqiqada esa Diego Simeonening o'g'li yana bir Simeone hisobni ochdi 1-0. Lekin oradan hech qancha vaqt o'tmasdan Marcos Rashford hisobni tenglashtirdi. Keyin esa Atletico Madrid klubi himoyachisi Nicolas Gonzalez qovun tushirdi va qizil kartochka ishlab oldi va bu qizil kartochka adolatlik tarzda edi. Adolatlik tarzda qizil kartochka deganimdan so'ng menimcha ba'zi bir muxlislar, ya'ni Barselonaga muxlis bo'lmagan muxlislar menga kommentariyalarda hayt yozishga tayyorlangan bo'lsalar
kerak, sababi ikkinchi bo'limning boshida Martin ham ishlatgan qo'polligi uchun qizil kartochka oldi o'sha zahotiyoq. Lekin VARni qayta tomosha qilgan va ko'rib chiqqan hakam qizil kartochkani bekor qildi va Jerar Martinga sariq kartochka ko'rsatdi. Sababi do'stlarim, bu yerda albatta tushunaman, juda ham tortishuvli vaziyat, lekin bir kichkina detalga e'tibor qarating. Gap shundaki do'stlarim, dastlab Jerar Martinning oyoqlari to'pga tegdi. Undan keyin esa raqibning oyog'iga, aniqrog'i to'p qismiga. Albatta bu qo'pollik, juda ham jiddiy qo'pollik. Bu vaziyatda Atletico klubi futbolchisining oyoqlari sinib ketishi ham mumkin edi, lekin bu yerda mana shunday detal borki, Martinning oyoqlari dastlab to'pga tegdi. Aynan shu sababli bu vaziyat qizil kartochkaga tortmaydi. Albatta keyin esa Atletico Madrid klubi futbolchilari bir kishi kam edi, Barselona esa bir kishi kam bo'lmay qoldi. Bu esa o'yin davomida o'z so'zini aytmasdan qolmadi. Atletico Madrid bir kishi kam bo'lib qolganligi yaqqol sezilib turar edi va o'yinning oxiriga qarab ularning kuchlari tobora pasayishda davom etdi. Barselonada esa aksincha. Va shu sababli 87-daqiqaga kelib Barselona g'alaba golini kiritdi va ushbu bahsga, nafaqat ushbu bahsga, menimcha chempionlik poygasiga ham juda ham kattakon qilib nuqta qo'ydi. Ha do'stlarim, bu gapni men sizlarga aytayapman. Barselona klubini Ispaniya La Ligasining chempionligi bilan hozirdanoq tabriklasak ham bo'laveradi. Kim qanday fikrda do'stlarim? Sizlarning fikringiz men uchun juda ham qiziq, shu sababli kommentariya sizlar uchun ochiq va sizlarning fikringizni kutib qoladi. Yana bir bor Barselonani bugungi g'alaba va chempionlik bilan tabriklab qolamiz. Futbolni seving va u bilan yashashda davom eting. Omon bo'ling.